Buni-ku biz ko'rdik, buni biz tushundik. Bolalarga qanday o'rgatamiz? Qanaqa usullari bor? Bir necha xil usullar bor deysiz. Shu usullardan bering deyishingiz mumkin. Masalan, deylik, birinchisi bo'lsin, masalan, hozirgi kichik do'stlar formulasida turib 3 ta usulni ko'rsatdik. Keyingisi, buni mustahkamlash uchun gilos usulini qo'llaymiz. Yoki halqa usulini qo'llaymiz. Yoki bo'lmasa tarozi usulini qo'llashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, eng ko'p hayotimizda uchraydigani falanga, ya'ni qo'l bilan tushuntirish. Lekin qo'l bilan tushuntirish faqatgina 4-6 yoshlilarga foyda beradi. Keling, bu haqida ham qisqacha tushuncha beray. Yana qanaqa bo'ladi bu? Birinchisi, doskaga yozib qo'yasiz. 7 dan 4 ni ayirmoqchi bo'lsangiz, mana 7 dan 5 ni ayiramiz va qarang, qo'lga qarang. 1, 2, 3, 4 ayirmoqchi edik. Lekin biz nechta ayirdik? 5 ayirdik, to'g'rimi? 1, 2, 3, 4 ayirsak nechta barmoq ortib qoldi? Bitta. O'sha birini qo'shib qo'yamiz deysiz. Va bu bilan bolajonlarga, kichik yoshdagilarga osongina o'rgata olasiz. Keling, yana davomiydan ko'rib chiqaylik. Misol uchun 3 qo'shamiz deylik, 3. Yer toshlari yetmasa nima qilamiz? Osmon toshini qo'shamiz va 1, 2, 3 qo'shsak nechta ortib qolyapti? 2 ta. O'sha 2 tani ayirib qo'yamiz va javob tayyor. Keyingisi, misol uchun deylik, bo'lishi mumkin 40 ga 20 ni qo'shish. Chap qo'lni o'rniga ishlatamiz. 40 qo'shamiz 20. Qanday qilamiz bunda? Necha qo'shmoqchimiz? 20. 10, 20. Nechta ortib qolyapti? 3 ta, to'g'rimi? Xuddi o'sha 3 tani ayirib qo'yamiz deysiz. Ya'ni osmon toshini qo'shasiz, 10, 20 qo'shsak nechta ortib qolyapti? 3 ta. Shuni ayirib qo'yamiz. Va tamom. Kichik do'stlarlar, bu falanga usuli edi. Bundan tashqari halqa, gilos, tarozi, jonli abakus va hokazo usullari bor. 10 xil usuli bor. Buni xudo xolasa biz kelajakda boshqa video darslarimizda yoki premium darslarimizda berib o'tamiz.